Gapiring ko'rinib turibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Jonkuyar prezidentim. Men sizdan iltimos qilaman. Saidov Sheralining onasi bo'laman. Biz mana oila nimamiz bir boyvachcha kelib uylarini buzib tashladi, yerlarini tortib oldi. Shunga mana bu ko'chaga, yo'lga yotibmiz, changga botib, 70 ga kirgan mo'may, 72 ga kirgan buva, o'g'lim, kelinim mana changga to'rpaqqa yotibmiz, uy yo'q, joy yo'q, qiynalib yotibmiz. Sizdan iltimos prezidentim, shu balaga yordam berishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Shunga yordam beringizlar. Mana bu jinoyatchilarga qarorsiz uylar 17 yil yashab kelgan joyini buzib tashladi, vayron qilib, qarorsiz. Mahalla uchastkavoy nimasiga boshchiligida buzib tashladi. Balalari Fermer Sayfullo Qurbonovning balalari, Sherzod Qurbonov, Anvar Fayzullayev, mana shular birlikda, aka-ukalar, ota-bolalar birlikda shuni buzib tashladi balamni uyini. Bugungi kunda ko'chaga yotibmiz. Iltimos prezidentim, yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. Shunga balaga yordam beringizlar. Men Sherali Saidovning onasi bo'laman. Telefon nomer 93lik 084 14 82. Iltimos sizlardan menga yordam beringizlar. Mana biz ko'chada yotibmiz. Hurmatli prezidentim,